Odamlar millionlab pullayotgan dorisini men sizga tekinga o'rgataymi? Qarang. Oddiygina asalni tozasini olasiz. Bir qoshiq tuz va bir qoshiq qora murch va bitta tuxumni sarig'i. Buni olasizda ustiga ozgina qalampir murchdan, ozgina qalampirdan, ko'p emas. Bir chimdan sepib yuborasiz, tayyor bo'lgan malhamni shu shaklda belga qo'yasiz, aylantirasiz. Mana bel ayni og'rib turgan va grija bo'lgan qatlamidan qo'yasiz. Ochamizda xuddi shaklda qo'yamiz. Mana. Strech o'rgandan keyin ustini shu shaklda yopib qo'yasiz va issiq tutasiz. Eng kamida yarim soat, 1 soat turish kerak. Bu juda ham foydali va qadimiy retsept. Albatta sinab ko'ring, hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q. Akalar, qiling, davolaning, shifo toping va duo qiling. Agar sizda umurtqa disk churrasi, grija kasalliklari bo'lsa, yuqoridagi nomerlarga murojaat qilasiz. Bizda zamonaviy texnologiyalar asosida fizik reabilitatsiya yordamida davolab kelmoqdamiz. Akalar, doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang.